Assalomu alaykum. Sizlar bilan Toshkent meteorologiya instituti neft va gaz texnologiyalari fakulteti neft va gazni qayta ishlash yo'nalishi 22-23 guruh talaba Jo'rayev Jo'rbek. Bugungi mustaqil ishimiz mavzusi ikki bosqichli deasfaltlash qurilmasining sxemasini ko'rib chiqamiz. O'zi qoldiq moylar gudron va yarim gudronni ishlab qayta ishlashdan hosil bo'ladi. Bular ayniqsa neftni turiga bog'liq. Agar smolaga boy neftlar bo'ladigan bo'lsa, 50% gacha smola va asfaltlar bo'lishi mumkin. Hop, smola asfaltlarni qayta ishlashimizda birinchi bu jarayon kolonnada olib boriladi. Kolonnaning pastki qismidan propan, yuqoriroq qismidan esa gudron solinadi. Kolonnaning yuqori qismida 50-60 gradus, 70-75 gradus, pastki qismida 50-60 gradus bo'ladi. Bu farq bo'lishi bizda asfaltlar va smolalarni ajratishimizga foyda yo'l qo'yishiga osonroq yo'l beradi. Agar bu farq o'zi deasfaltizatsiyaning gradiyenti deb ataladi. Bosim 4 va 4,5 megapaskal atrofida bo'lishi kerak. Propanimiz suyuq bo'lishini ta'minlab turish uchun. Bularda uglevodorodlar miqdori bilan propan va gudronning mol nisbatini topsa bo'ladi. 4 ga 1 dan 8 ga 1 nisbatgacha bo'ladi. Propanning miqdori qanchalar ko'p bo'lishi ish unumdorligini oshirib beradi. Hop, endi sxemaga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizga gudron bo'ladi. Gudron har bir nasos orqali T1 isitgichga beriladi. T1 isitgichdan K1 kolonnaga beriladi. K1 kolonnaning yuqori qismidan quyiladi. K1 kolonnaning pastki qismidan H2 nasos orqali K1 kolonnaning pastki qismiga quyiladi. K1 kolonnaning pastki qismidan deasfalt bir eritmasi K2 kolonnaning o'rta qismiga quyiladi. K2 kolonnaning pastki qismidan ham H2 nasos orqali propan quyilgan bo'ladi. Bu yerdan yuqori qismidan deasfalt eritmasi olinadi. Xo'p, kolonnaning K2 pastki qismidan bo'lsa, asfalt eritmasi P1 nasos qozon isitgichi orqali K4 kolonnasiga quyiladi. K4 kolonnaning pastki qismidan K3 ga o'tiriladi va u yerdan K3 dan propan to'liq ajratib olinadi. Xo'p, endi ikkala bosqichda ham hosil bo'lgan eritmaning erituvchisi alohida regeneratsiya qilinadi. K1 kolonnaning tepasidan chiqqan deasfalt eritmasi T2 va T3 isitgichlarga olib boriladi va u yerda biroz bo'lantiriladi. Biroz bo'lantirilgandan so'ng K5 kolonnasiga olib kelinadi. K5 kolonnasida biroz bosim tushganligi hisobiga yana ham bo'lanadi. Bundan keyin K5 kolonnaning pastidan K6 ga o'tiriladi va u yerdan to'liq bo'lantiriladi suv orqali va u yerdan H5 nasos orqali X4 so'rtgichga olib boriladi va u yerdan olib olinadi. Hop, K2 dan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqich deasfalt eritmasi T2 va T3 bo'latgichlarga beriladi. Bu yerda ular bo'lantiriladi. Bo'lantirilgandan so'ng K7 kolonnasiga beriladi. K7 kolonnasida bular suv yordamida to'liq bo'lantiriladi va H6 nasos orqali X5 so'rtgichga beriladi va u yerdan olinadi. Propan parlari 2,7 megapaskaldagi T2, T3 da hosil bo'lgan va K4 da hosil bo'lgan propan parlari yig'ilib X1 sovutgichga olib boriladi. Bu yerda sovutilib E2, E1 rezervuarda saqlanadi. Propan parlari 1,9 megapaskal bosimda bo'lgan T4 va K5 kolonnalardan chiqqanlari esa X2 sovutgichga olib boriladi va E2 rezervuarga yig'ilib H3 nasos orqali yana E1 rezervuarga yig'iladi. Qolgan K3, K6, K7 kolonnalarda hosil bo'lgan propan parlari K8 rezervuar kolonnasiga yig'iladi. U yerda suv yordamida bo'lanadi va K8 kolonnaning tepasidagi PK kompressor yordamida bosim propan 1,9 megapaskalgacha propan siqiladi va jarayonga qaytariladi.